Bryusselda Ebola bilan kurashuvchi mutaxassislar tayyorlanmoqda. Asosiy javobgarlikni chegarasiz shifokorlar insonparvarlik tashkilotining vakillari o'z bo'yniga oldi. Uning rahbariyati bilan hozirda Afrikada 3000 ga yaqin mahalliy va 300 ga yaqin chet ellik tibbiyot xodimlari o'z erki bilan ishlab kelmoqda. Virusning o'chog'i bo'lgan Afrikaga borish oldidan shifokorlar xavfsizlik choralarini o'rganadi. Ular eng ko'p deganda 1 oy ishlab qaytadi. Mana shu oralikda Ebolani 318 tibbiyot xodimlari yuqtirib olgan bo'lsa, ularning 151 vafot etgan. Aljerda yurgan politsiya xodimlari qarshilik namoyishiga chiqdi. Ular maoshini ko'tarilishini, mehnat sharoitlarini yaxshilashni va Aljer politsiyasi rahbarining iste'foga chiqishini talab qilmoqda. Forma bilan biroq qurolsiz tartib soqchilari hukumat uyigacha piyoda yurish qilishdi. Bu namoyishlar Aljer uchun noqulay vaqtda boshlandi, sababi o'lka prezidenti Betflika bedavo dardga chalingani xabar qilinmoqda. Ukraina zarurat tug'ilsa Rossiya Federatsiyasi bilan viza tizimi kirgizishga tayyor. Bu haqda premyer ministri Arseniy Yatsenyuk bildirdi. Shu bilan bir qatorda Rus-Ukrain chegarasidagi Dubay chegarasini mustahkamlash boshlandi.